O'zi sizga tegib nima ham ko'rdim men bechora. O'rtoqlarim yerlarni ko'rganmisiz? Har kuni restoran, kafe yurishadi. Har kuni gullar olib berishadi. Chet ellarga sayohatlarga olib ketishadi. Qo'sha mashinalar, uylar, tillalar. Nima men yerdan chiqqan qo'zg'orimmanmi? Ozgina sabr qilgin. Namuncha noshukursan. Oldingda bolalaring bor guldek, uying bor, ro'zg'oring but. Menga qarang. Qachongacha sabr qilaman? Qachon yerimli ishlari yaxshi bo'larkin deb yana qachongacha kutib yashashim kerakman? Yoqmayotgan bo'lsa katta ko'cha. Seni hech kim boylab qo'ygani yo'q. O'g'lim, Nima deysiz? kelinimni gapida jon bor. Keginga yaxshi mashina olib bera olmadim. Hatto biznes qilaman deganingda pul topib bera olmadim. O'rtoqlaringning otalariga o'xshab yaxshi sharoit qilib bera olmadim. Meni kechir o'g'lim. Endi o'zingizga keldingiz-da. Endi to'g'ri gapiryapsiz. Yaxshi mashinalarda yurgan bo'lardim. O'rtoqlarimga o'xshab men ham otamni to'g'rida maza qilib yurgan bo'lardim. Ham keliningizni oldida tilim qisuv bo'lmasdi. Bu nima deganingiz-da? Meni xayolimda yo'q gaplarni gapiryapsiz. Meni o'qitmagan bo'lsangiz ham, biznesga pul topib bermagan bo'lsangiz ham, halol yedirib, halol ichirib katta qildingiz-ku. Yaxshi yomonni o'rgatdingiz. Hunar o'rgatdingiz. Shuni o'zi men uchun katta baxt. Keliningizga keladigan bo'lsa, o'zi shunaqa noshukur. Xotin topiladi-da. Menga siz sog'lig'ingiz kerak. Umringiz uzoq bo'lsin-da. Rahmat o'g'lim. Rahmat. Baraka top.